Hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar, mana Surxondaryo viloyati Angor tumani Jarqon Perkusga kelasiz, Abjal avtoga uchrashasizlar. Mana har xil mana mashinalarni olib kelyapmiz, sotyapmiz. Ya'ni yangi mana 17-aprel kuni mana obzorlarni qilib o'tamiz bir bora. Ko'p mashinalarni skidga qildik. Mana narxlar tushgani uchun mana bizlar ham skidga qildik. Mana 2024-yil ishlab chiqarilgan mana Cobalt'imizni 127 million so'mga qo'ygan edik. Bu mashinamizni 125 million so'm pul qilib beramiz. Где-то 5 million so'm pullar bersa, shu mashinamizni chiqarib beramiz. Polni navorot qilingan mashinamiz. Undan keyingi mashinamiz mana bu 19-yil ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz 2019-yil mexanik korobka tayyor mashina 88 million qo'ygan edik. Bu mashinamizga ham 3 million so'm narxidan o'tib beryapmiz. Где-то 910 million so'mga buni ham minib ketasizlar. Tan narxi 85 million so'm pul qilib beramiz. Oylik to'lov juda kam chiqadi 3 yil muddatga. Undan keyingi mashinamiz mana 2022-yil ishlab chiqarilgan qora svetda mexanika Gentramiz. Buni tan narxi 115 degan edik. 113 million so'm pul qilib beramiz. Bosh to'lov 3 million so'm pulga chiqib ketadi. Tayyor mashina. Undan keyingi mashinamiz mana Labo'miz bor. 2021-yil ishlab chiqarilgan tayyor Labo. Bu mashinamiz narxi 69 million so'm. 59 million so'm, 3 million bosh to'lov bor, mashinamiz minib ketadi. Oylik to'lov juda kam pulda chiqadi. 2300, 2400 dan chiqadi. Bundan keyingi mashinamiz mana 2022-yil Gentramiz, tan narxi 108 million so'm. Bu mashinamizdan bitta pasportga chiqib ketadi, oylik to'lov kam chiqadi. Где-то 4200 atrofida pul chiqadi. Undan keyingi mashinamiz mana 2021-yil ishlab chiqarilgan mana Cobalt'imiz, avtomat korobka tayyor mashina. Bu mashinamizni ham bosh to'lov 4 million so'm pul olib kelsalar chiqarib beramiz. Hamma xarajat ichida. Nomerigacha to'qib beramiz. Undan keyingi mashinamiz 2022-yil. Bu mashinamizni ham bitta pasport olib kelsalar, boshlang'ich to'lov chiqarib beramiz. Oyigacha 4200 atrofida pul chiqadi. Tayyor mashina, metan, hamma narsa qilingan. Undan keyingi mashinamiz mana Damas'imiz bor, 2020-yil ishlab chiqarilgan. Narxi 48 million so'm. 5 million so'm pulingiz bo'lsa, shu mashinamizni chiqarib beramiz. Oylik to'lov где-то 2 million atrofida pul chiqib qoladi, 3 yil, 4 yil atrofida. 2 million so'm chiqadi 3 yil muddatga. Undan keyingi mashina 2023-yil ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz avtomat korobka. Buni tan narxi 118 million so'm pul qilib beramiz. 3 million so'm puli borga shu mashinamizni chiqarib beramiz. Hamma xarajat ichida. Bu mashinamiz 2022-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka Cobalt'imiz 4 million so'm bosh to'lov bo'lsa, hamma xarajat ichida chiqarib beramiz. Oylik to'lov 4200 atrofida pul chiqadi. Undan keyingi mashinamiz 2024-yil mashinamiz bor edi. Bu mashinamizni 127 million so'm narx qo'ygan edik, 125 million so'mga baraka qildik. Hozir notarcha ketgan. Undan keyingi mashinamiz 2023-yil ishlab chiqarilgan benzinda Gentramiz. Bu mashinamiz narxini 120 millionga qo'ygan edik. 117 millionga qilib beramiz. Bosh to'lov 3 million so'm bosh to'lovga pul olib kelsalaringiz chiqarib beramiz. Bemalol Surxondaryo viloyati Angor tumani Jarqon Perkusga Abjal avto mana kelasizlar. Boshlang'ich to'lovingiz bormi yo'qmi kelsalaringiz qo'limizdan kelgancha chiqarib beramiz. Mana 17-aprel kuni mana obzorni qilib o'tyapmiz. Pastda raqamlarimiz